ayrılık azobin kuyganlar tuyar. Endi kim erkalar, endi kim suyar? Boshingizni silab bahir bolajon, qismatimiz buncha dahr bolajon. Boladan so'z ochmay yuragim kuyar, ayrılık azobin kuyganlar tuyar. Endi kim erkalar, endi kim suyar? Boshingizni silab bahir bolajon, qismatimiz buncha dahr bolajon. Hey, umr oqib ketar ekan tez kunda, farzand katta bo'lar ekan bir zumda. Tushunmas ekansiz ularni, unda bir eslang yoshlik davrni, saqlang oqibatni. Hey, umr oqib ketar ekan tez kunda.
yaxshi iftorlik bilan kuchli bo'lsa kerak mana. Sog'lig'i cheklangan farzandlarimiz bilan birgalikda iftorlik qildik degan. Alloh taolaga ham ajrini bergan bo'lsin. Yosh bolalar bilan iftorlik qilish, ayniqsa sog'lig'i chegaralangan insonlar bilan iftorlik qilish boshqacha. Qaysida beradi, Alloh taolaga ajrini bergan bo'lsin. Jannatda bo'lsin. Allah ajrini bersin. Qiyomatdan sizlardan bundan o'zingizlar. Jannatlaringda Alloh taolo chehralar hech qayerda topolmaysizlar. Qarang mana. Bunday baxtli onlar qayerda bor qarang. Sog'lik chegaralangan insonlar qarang. Bundan baxtli insonlar bormi? Ehson qilishlar, shunaqa joyga ehson qilish kerak mana. Qurbon hayitlardan Alloh taolaga hamma ehson qilishga nasib ro'zalagan bo'lsa, buni baxti boshqacha fayzi qarang. Shunda seni ham har qalay topa olmaysan ko'nday. Hey gul badani, hey gul badani, nazanin olursan yana. Ularning ajri boshqa. Hey gul badani, hey gul badani, nazanin hey gul badani, hey gul badani. Bizim cemaatga, bizim bala bakçaga, şu baldarga biraz hadiyalan dep, bugün iftar müştük bergen acil fondusu geçti. Uşlarga tren alıştırdılar. Şunday özümüzden sayısıva götürüp, şunday bizkin, şunday baldardan biraz bolsa da kömülün aşağı dep. Gel oturasılar, Jaratan Allah Teala'dan kanday dualarını sorarlar, bağın canlığın Allah kabul kılsın. El yurtuma bakıp kuşu konsa gel, en gibi konsa gel. İman diyip Kuday'dan baldarımız şan şöyle üstüne. Böyle kaygı köp başına kelbesin. Yok söyleyeceğim, Allah'ımız dengesin. Yalgı yurttuğun жақшылығын тең бөліп, жаратқан жамандығын бермесін. Ular biz çok güzel ayırdık, korku düşkergende ayırdık. Bağlı bir şey Allah razı olsun. Şunlar biraz şunlar. Öyle yaptıklarıyla bağlı bir şey olsun. Nasıl geçirir? Bunun adına ben cemaatini katına da. Başka ne için? Hurmatli Qashqarishlar ahli, Allohning rahmati bilan shu muborak oyda elimizdan tushgan ehsonlar bilan sog'ligi cheklangan jannati borlarni yo'qlab keldik. Ulug' ayyom kunlarida bir iftorlik uyushtirib, ularga sovg'a qilib, ozmoz o'yin kun uyushtirib, ularning barchasi shu Qashqar qishloq elini musofirda yurgan aka-ukalarimizni ehsonlari. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Va shu yerga kelgan foydalanib shu ishlayotgan shu opalarimizga, singillarimizga hammasiga rahmat aytamiz. Shundayki o'zimiz ayollarimiz bitta-ikkita bola bilan vaqt kelsa boshlari og'rib ketadi. Mana shuncha bolalarni tarbiyalab, ularni dunyoga qarashini to'g'ri yo'naltirib berayotgan sizlardan ming rahmat. Xudoning ajridan oxiratda jannatlarni bergan bo'lsin. Bu qissaga qo'shayotgan mana bu ukalarimizga rahmat. Bir og'iz so'zimiz bilan bering.
o'shdan kelib xizmat qilishyapti, ulardan ham rahmat katta. Barchalarga rahmat. Duo qilaylik. Amin. Alloh taolaga kimki niyatda ihson qilgan bo'lsa, Alloh niyatlariga yetkazgan bo'lsin. Ikki dunyo saodatini bergan bo'lsin. Jannatda bog'larni qurib qo'ygan bo'lsin. Jannatda qasrlarni qo'yib qo'ygan bo'lsin. Mana bular jannatli insonlar. Bular bilan birgalikda bo'lish nasib bo'lgan aylagan bo'lsin. Amin. Alloh taolaga bularni saloq savodsiz iborat deydi. Alloh taolaga bizni ham shular qatorida bo'lish nasib aylagan bo'lsin. Balki shu ihsonni qilishga, shu xursandchilikka kim nimaga hissa qo'shgan bo'lsa, Alloh taolaga ikki dunyo saodatini berib, qiyomatda ajrini o'zi bergan bo'lsin. Ularga sovg'amiz bor. Sovg'alarimiz bor. O'tir.